Assalomu alaykum rahmatulloh. Bu video murojaatim Jahongir To'laganov, Otabek Jo'rayev, Nasim Xolov, Rasul Kusherbayev va mana shu o'zlaringizdan vatanparvar yashayotganlarga sizlarga hozir Chas X deydi. Men sizlarga hozir konkret takliflarni ko'rsataman. Mana endi darhaqiqat sizlar vatanparvarmi, vatanparvar emasmi amalda isbotlashga imkoniyat bo'ladi. Barcha blogerlarning xabarlari borki, Sirojiddin Odilov, Furqat Ro'zmetov kabi halol insonlar, ular halol aynan mujik insonlar deb bir nechta videolar qilganman va afsuski, masalan, Rasul Kusherbayevni aynan deylik o'sha Sirojiddin Odilov haqida yoki utilizatsiya temasida, fermerlarning himoyasida, boshqasida mana ko'ringlar arxiv paxtakorlar nimalarga. Bitta mana statistika statistikani ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, Jahongir To'laganov va barcha blogerlarga sizlarga bir eslatmada. Sizlar aytyapsizlarga kommentariyni qarang. Kommentariy men uchun rol o'ynamaydi. Negaki mana bu oldingi ko'rgan statistikalarni ko'rsangizga 10 minglab odamlar like bosgan aynan utilizatsiya paytida. Utilizatsiya paytida negadir men Rasul Kusherbayev boshqalarni ko'rmadim. Aynan ana shu konstitutsiyaga zid qaror edi. Utilizatsiya temasidan juda ko'p odamlarimiz aziyat chekdi. Misoliga o'sha paytda men oddiy xalqning yonida cho'ta ko'rmadim. Sirojiddin Odilovga nisbatan bo'lgan nohaqliklarni gapirib chiqqanida men cho'ta ko'rmadim. Qoralash kampaniyasi boshlandi. Bu tabiiy hol. Bunaqa narsa uyushtirib turiladi bizga ham. Eng qizig'i bunaqa qoralash kampaniyasida trollar yollanadigan, ular kerak bo'lsa oylik olib davlatdan, byudjetdan oylik olib ishlaydiganlari ham bor tizimlarda. Xullas, o'rtoqlar ba'zi atayin qilyapti, shaxsi noma'lum, ism sharifi noma'lum bo'lganlar Kusherbayev nomzodingizni qo'ying, prezident bo'ling deb yozayotganlar bor. O'rtoqlar, bu fitna. Katta ehtimol bilan olib kirishadi. O'sha rahbarlarga olib kirib, mana bu. Buni asl maqsadi shu degan ma'noda fitna qilishlariga qo'yib bermang. Bir-birimizni asraylik o'rtoqlar. Dushman odam bu ishni qiladi. Shuning uchun meni murojaat iltimosim shu sizlardan. Maylimi? Men shu YouTube'da oddiy farzandaman. Sizlardan so'raydiganim shunchaki duo xolos. Duo qilinglar, umrimiz uzoq bo'lsin, fitnalardan Alloh saqlasin hammamizni. Aytayotgan gapimiz, qilayotgan ishimizga munosib bo'lsin. Haqiqat yo'lida, adolat yo'lida Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Mana bu yerda birdaniga Allohni eslab qopdimi Rasul Kusherbayev? Sizlarga, barcha blogerlarga, mana men sizlarga hozir sizlarni haqqoniy Alloh yo'lida xalqparvarligingizni isbotlashga men sizlarga imkoniyat qilib beraman. O'ylaymanki, undan keyin gaplashsa bo'ladi. Men avvalgi takliflarimda ham aytayapman, mana bunaqa, masalan, mana bu oddiy подорожный karta deydi. Mana shunga pul qo'yasan, qancha xohlasang katatsiya qilasan, misoliga shuda bu metro, avtobus, trolleybus hammasiga o'tadi. Xuddi shunaqa stilda topливная karta va гостевой karta qilsa bo'ladi. Negaki bu magnitniy poloskasi bor va mana bu yerda seriya raqamlari bor. Masalan, agar kelinglar bo'lmasa, birgalikda mana utilizatsiya temasida boshqasida oddiy xalqning yonida turib bermadingizlar. Mana endi hozir ketlaringiz salloy bo'lganda, kelinglar bo'lmasa aynan darhaqiqat oddiy pensionerlarni ishlashlaringizni kelinglar Chas X deydi-ku, nastalda. Hozir who is who, kim aslida kim degan savolga javob berish to'g'ri kelyapti. Va hozir endi masalan Allohni eslayapsizlar-ku. Men avvallari ham aytdimki, 2000 ta zapravkada oyda $5000 просто chek urmasa,
Bu 120 million dollar просто sredniy raqam chiqyapti. Bu deganiki 1 millionta pensionerga har oyi 10 dollardan qo'shib berish imkoniyati. Yana agar soliqlar boshqasini qo'shsak, undan-da ko'proq berish mumkin. Lekin 1 millionta pensionerlarni aynan sizlar duosini olmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu narsani kelinglar qilaylikki, aynan prezident baribir har tomonlama hamma narsani o'ylashga baribir vaqti yo'q. Negaki prezident janoblari ekonomikani o'ylasinlarmi? Xalqning tinchligi yo boshqa qaysi birini o'ylash kerak? Prosta savolda sizlarga. Tabiiyki ba'zi bir qarorlar chalg'itish yo'li bilan yo har xil yo'llar bilan qo'l qo'yiladi. Va aynan men kirgizgan taklif sizlar aytyapsizlar-ku, xalq qo'ylayapti. Yo'q, kechirib qo'yapsizlar. Bu she'rni o'qib beraman. Bu sizlarni qo'llayotgan olomon deyiladi. Mana o'sha she'rni o'qinglar. Olomon sizlar, hatto o'zini farzandini o'ylamayotgan odamlarga Allohning rahmi kelsin. Keyin birdaniga Alloh deb birdaniga Rasul Allohni eslab qopdimi? Qilayotgan ishi gunohi kabira, ya'niki yolg'on guvohlik beryapti. Men ito xolayam rahm qilyapman. Aynan siz Jahongir To'laganov, Otabek Jo'rayev nimalarni taniganimdan. Lekin Rasul Kusherbayev menga nisbatan qilgan xatti-harakatlarini men bilaman-ku. To'g'rimi? Ito men bunga hozir skipga qilyapman. Lekin buni menchalik yanchib tashlaydigan odam yo'q. Bu juda ko'p fitnalarni o'zi qilib, yana duo so'rayapti. Rasul, kimni seni qo'llayotganlar duosi qabul bo'ladi deb o'ylaysanmi? Bunaqa odamlarni borku, men duosi mana bu qo'lidan ajralmaydi. Senlar Alloh harom qilgan yolg'on guvohlik beryapsanlar. Senlar Alloh harom qilgan millatchilik qilyapsanlar. Senlar Alloh harom qilgan fitna qo'zg'atyapsanlar. Yana boshqalarni ayblab qo'yganingga o'ylaymi senlarga? Agar sen haqqoniy musulmon bo'lsang, o'sha aytganimdek, konstitutsiyaga aytgan narsangni topib ber, erkak bo'lsang. Erkak odam borku, jamiyatning yig'i-sig'iga o'rgatmaydi. Asуществует deydi-ku, boricha gapiradi. Sizlar aytyapsizlarki, kommentariy u bu. Men kommentariyaga ishim yo'q. Utilizatsiya paytida rosa duolar qilishdi, rosa maqtashdi, boshqa qilishdi. Mana shu she'rga ko'rsatganimdek, insonlar bugun seni ko'kka ko'tarishadi, keyin yana pastga tushirishadi. Sizlar qilayotgan narsa aynan shaytonning kuchlariga sizlar yordam beryapsizlar. Va men hozir sizlarga quloq solsam, xuddiki unga o'xshab qolyaptiki, masalan sizlarga oddiy misolda, yer yuzida 8 milliard aholi bo'lsa, shundan 75%, 6 milliardi Alloh yo'q deydi. Ya'niki barcha mana shu mavjudotni yaratgan Allohimni yo'q deydi. Bilasizlarmi? Bu bilan Alloh yo'q degani emas-ku, to'g'rimi Jahongir To'laganov? Shuning uchun bunaqa savodsiz insonlarning gapi men uchun 1 gram ahamiyati yo'q. Men uchun Alloh nima deydi va Qur'on, oyat, hadislar birinchi o'rinda. Eslaringizdan chiqarmang buni. Xuddi shunday, mana shu 2 milliarddan yana qanchasi yoki mana shu O'zbekistonni olaylik. Misoliga men sizga golos ham qoldirganman. O'zbekistonda 30 million primera musulmon, o'zini aqlini tanigan musulmon bor desak, shularning necha foizi hozir yolg'on bemalol gapiryapti. Vaholanki Alloh yolg'on gapirishni harom qilgan. Bu harom amal, gunohi kabira. Sizlar bemalol yolg'on guvohlik beryapsizlar. Alloh fitna qo'zg'ash, odam o'ldirishdan battar deyapti Baqara surasida. Rasul Kusherbayev aynan shu narsani qilyapti. Bironta ko'targan masalasida bironta yechim ko'rganim yo'q. Utilizatsiya temada nimaga chiqib gapirishmaydi? Yo'inki непосредственно mana men ko'rsatdim videolarda. Ekologiya masalasida mashinalarda drift qilib, ob-havoni buzayotgan bolalarning yonini olib chiqdi. Nimaga faqat ichki ishlarni yomon ko'rsatish kerak? Nimaga yana boshqa har xil ishlar? Faqat mana shu O'zbekiston aholisini rahbariyatga yoki ichki ishlarga nuqul nizolar solinyapti. Aytinglar. Savolga javob bormi? Yo'inki pulni o'qib beryapsizlar. Misoliga-da, o'sha dollarda ham o'qisa agar In God we trust deb yozilgan, ya'niki biz Xudoga ishonib, unga tavakkal, suyanamiz degan ma'no keladi-da, o'sha jumladan ingliz tilidan aynan shunaqa ma'no keladi. Yoki sizlar pulni o'qir ekansizlar, nafsga bog'lanib pulni o'qiyapsizlar, ha? Lekin Qur'onda Alloh faqat yaxshilikka chaqirish, misoliga-da, amri ma'ruf, nahiy munkar bu farz amal. Nimaga bunday qilmaysizlar?
Nimaga sizlar fitna qo'zg'atyapsizlar? Nimaga millatchilikka yo'l qo'yilyapti? Sizlarga kerak bo'lsa, men sizlarga isbotlarini keltirib beray. Nima keragi bor hozirgi kunda shaytoniy kuchlarga ishlab berish. Shuncha mana ruslarni yomon deydingizlar. Mana baribir hozir Jizzaxda atom stansiya ruslar bilan quriladi. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вашего разрешения на старт заливки первого бетона блока номер 1 малой мощности. Разрешите. Уважаемый Шавкат Миромонович, прошу разрешить запуск строительных работ. Разрешаю. Shuncha ruslarni yomon ko'radigan zahru margiga tonnalab o'simlik yog', palov tayyorlangan palovlar hammasi Rossiyadan. Shakarlar yeyapsizlar. Qani sizlarni bu yerda Xudoni eslashlaringiz? Mana men Hujurat surasini qaytadan ko'rsatyapman. Alloh o'zi aytayapti, biz sizlarni xalqlarga bo'ldik deyapti. Alloh o'zi bizlarni mana shunaqa har xil tilda gaplashadigan, har xil madaniyatda bo'ladigan odamlarga o'zi ajratgan. Sizlar darhaqiqat aynan xalq tomonida bo'lsangiz, kelinglar mana shu men aytgan topливный karta, gostivoy kartani qilaylik. Mana shu taklifni prezident jamoasiga olib kiraylik. Mana shu narsani qilsak, yaxshirin iqtisodiyot bilan kurashish bo'ladi. Pensionerlarimizga pensiyasini oshirishga imkoniyat beradi. Men kirgizayotgan taklif aynan shu. Rasul Kusherbayev aytayotgan narsa, u qaytanga o'g'ri muttahamlarga piruziga ishlayapti. Hozir mana shu topливный karta, gostivoy karta qilsak, hamma tomon yutyapti. Prezident qarori yashirin iqtisodiyotga qarshi bo'lyapti. Davlatimizda soliqlar tushyapti va o'g'richilik, korrupsiya holatlari kamayyapti. Aynan beznalga ko'proq o'tsak. Undan tashqari, bankovskiy sektorimiz rivojlanyapti. Yana bir plyusi, qancha naqdsiz shaklga o'tamizki, bu inflyatsiyani pasaytiradi. Ma'lumotlaringiz uchun. Negaki o'zbek so'mini ko'p odamlar uyda saqlab qo'yadi, boshqa qiladi. Оборотga baribir pul kerak. Оборотga pul yetmasa, Sentralbank majbur yana pul qo'shadi. Yoki banklarda naqd pul yo'qligidan yangi pullar оборотga kirishi mana shu narsa inflyatsiyani ko'paytiradi, bilasizlarmi shuni? Naqd pul aytayapman-ku, mana masalan o'sha topливный kartani aytganim, masalan har bitta bank zapravkada yoki bankning o'zida 100 ming so'mlik ichida naqdsiz shaklda puli bo'lsin. Mana shu narsani qilsa agar, постоянно zapravkalari har kuni naqd pulni davlatga topshira oladi. Mana shu inflyatsiyani kamaytiradi. Ko'ryapsizlarmi? Nechta yechim beryapman bitta masala bilan, nechta yechim bo'lyapti. Hammasi oddiy xalqning ham foydasiga, boshqalarning foydasiga. Bu uchun fitna qo'zg'ash shart emas. Yoki Rasul katta gapirib xalqaro maydondagi sudlarga murojaat etaman deyapti. Nima qilasizlar? Xalqaro maydon nima bunaqa arizalarni qabul qilar ekanmi? Civilizovanniy davlatda постоянно chek urish boshqasi bor-da. Biron joyga borib naqd pul bersang, u обязательно chek beradi. Kelinglar, bo'lmasa sizlar mana shu oddiy xalqni o'ngi bilan ishlaylik. Kelinglar, sizlar masalan oddiy xalqni o'ngi bilan ishlanglar. Chek обязательно urib bersin deinglar. Mana shu ham yashirin iqtisodiyot bilan kurashish bo'ladi. Deylik, mana shu naqd pulni so'rayapsizlarmi? Mana shu naqd pul berdimi? Kassadan 100 ming so'mga chek olsin. Lekin o'sha shofyorlarga, aka, keling bizda levi bor, siz buncha puling, u desak, darrov o'zining foydasini ko'zlab, kerak bo'lsa o'sha o'g'irlangan gaz, benzin bo'lsa ham olishga tayyor. Faqat o'sha o'g'rilarni qo'llashga, boyaga aytgan olomonga o'xshagan odamlar tayyor. Ko'ryapsizlarmi? Sizlar soxta ochkoni o'ylamanglar. Alloh mana shu Niso surasida mana shu YouTube'da yurganimni sababi ham aynan mana shu, qaranglar. Hatto o'zlaringga, ota-onangga qarshi bo'lganda ham adolatni ushlanglar deb. Hozircha men Rasul Kusherbayevda adolat 1 gram ko'rganim yo'q. Agar bo'lsa, mana men ochiq debatga tayyorman. Любой xohlagan ekonomistlaringiz, любой xohlagan yuristlaringiz bilan kelinglar. Mana shu Rasul qilayotgan ishlari to'g'rimi yo yo'qmi? Diniy tomonlama, dunyoviy tomonlama ko'rib chiqamiz. Kelishdikmi? Qila olamizmi? Men tayyorman. Qani ko'ramiz. Agar sizlar darhaqiqat pensionerlar tomonida bo'lsalaringiz, oddiy xalq tomonida bo'lsalaringiz, topливный karta degan narsani kelinglar birgalikda harakat qilaylik va xuddi shuning ustiga yana utilizatsiya qarori bekor qilinsinni kelinglar jamoatchilik bo'lib, aynan davlatimiz rahbariyatidan birdaniga so'raylik. Qilish mumkinmi? O'ylaymanki, qilish mumkin, to'g'rimi? Negaki o'sha eski mashinalarda odamlar yurishga haqqi bor. Utilizatsiya temasida ham men sizlarni ko'rganim yo'q. Yoki Sirojiddin Odilovni men nega halol inson dedim? Negaki haqiqatan oddiy xalqqa foydasi tegayotdi. Rasuldan men faqat ming'ir xalqni faqat pessimistik ruhga tarbiyalash, mana shu narsani ko'rganman xolos. Shuning uchun men Rasulni kelinchak deyman. Bu erkak emas, men uchun Rasul erkak emas. Birdaniga Allohni eslab qoldi. Yig'i-sig'idan nari bora olmaydigan erkak bu erkak hisoblanmaydi. Faqat nuqul yig'i-sig'i, nuqul adovat qo'zg'atish, nafrat qo'zg'atish,
turkiy deb nimaga erishyapti? Adovat qo'zg'atib. Nima? Ajrimlar kam bo'lib qolyaptimi? Nimaga erishyapsizlar? Aytinglar, nimaga erishyapsizlar? Balkim basdir mintaqani tinchligini o'ylab, oddiy xalqning siyosiy savodxonligini ustida birga ishlash mumkinmi? Birgalikda mana shu kelinglar, toplivniy kartalar, gostivoy kartalarni qilaylik, birgalikda yashirin iqtisodiyot bilan kurashaylik, o'g'richilik, muttahamchilik, korrupsiya holatiga xuddi mana prezident chiqarayotgan mana shu aynan naqsiz shaklidagi pullar qabul qilinishi, bu yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, o'g'richilikka qarshi kurash, korrupsiyaga qarshi kurash. Mana shu narsani qilsa bo'ladimi? Plyusni plyus deyish kerak, minusni minus. Tanqiddan asos bo'lishi kerak. Tanqidda ma'no bo'lishi kerak, mantiq bo'lishi kerak. Mana sizlarga mana bu oddiy taklif. Aslida men boshqa bir video yozuvdim. U yerda juda qattiq so'zlar bor edi. Itohay kedi musulmon sifatida mana sizlarga men yana bir marta shans beryapman. Qani o'zlaringizni ko'rsatinglar. Qani sizlar darhaqiqat musulmonliklaringizni, xalqsevarligingizni, pensionerlarni o'ylaydiganlaringizga barcha mana sizlarga mana shu narsa hozir imkoniyat. Qani ko'ramiz. Qila olasizlar.